Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Uyg'ur majburiy emgak qonun loyihasining belgilamasi bo'yicha shirkatlar Sharq Turkistondan import qilingan mahsulotlarning majburiy emgak yo'li orqali ishlab chiqarilmaganligini tamojnada isbotlamag'icha Amerikaga kirgizilmaydi. Bu qonun ikki partiyaning qo'llashiga erishdi va 7-oyda Kengash palatasida ma'qullandi. Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi uni ovozga qo'yishni rad qilganlikdan Avam palatasida bir necha oy turib qoldi. Shu sababdan Marco Rubio bu qonun loyihasini bu yilgi davlat mudofaa huquq qonuniga qo'shishni to'g'ri topgan. Kengash palatasining ko'p sonliq rahbari munozara qildi. Kengash palatasidagi qarshi chiquvchi ko'p sonliqlarning vakili Chuck Schumer buningga g'azablandi. Uning aytishicha, agar Rubioning majburiy emgakni oldini olish qonun loyihasini kirgizganda davlat mudofaa qonun loyihasini o'ltirdigan. Muxbirlarni kutib olish yig'inida parlament boshlig'i Nancy Pelosi qarshi turg'uvchilarni qo'llab, buning Avam palatasining huquqi ekanligini aytdi. Ammo bu yerda bir yuchuqma bor, ya'ni Uyg'ur majburiy emgakka tuzatish kirgizishning seshanba kuni kechda bilet tashlanadigan tizimlikka kirgizilishi. Bu Kengash palatasi rahbarlik qatlamining nima uchun bu o'zgarishni ma'qullashni o'ylashayotganligi to'g'risidagi savolni o'ttirib qo'ydi. Kengash palatasining sobiq xizmatchisi Michelle Subolik bu yerda demokratlarning ba'zi shirkatlarning ranjib qilishini xohlamasligidek bir ahvol mavjud dedi. Sobiq davlat ishlari katibi Mike Pompeo Xitoy kompartiyasi Uyg'urlarni majburiy emgak lagerlariga soladi. Demokratchilar partiyasi ularga o qadar bog'langanki, ular bilet tashlash orqali qo'l emgakidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklay olmaydi. Bu bir yirginishlik ahvol dedi. Davlat ishlari katibi yordamchisi Wendy Sherman Kengash palata a'zosi Jeff Merkleyga hukumatning Uyg'urlarning majburiy emgakining oldini olish qonunini ostinlatmoqchi ekanligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga inkos qaytarib, axloqqa nuqson yetkazadigan bu ko'rsatma bizni bekmi umidsizlantirdi. Prezident Joe Bidenning saylam va'dasida turib, Xitoyni Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak selish jinoyati uchun javobgarlikka tortishni qayta chaqiriq qilamiz dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer Abandi Joe Biden Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik tufaylidan Xitoyni javobgarlikka tortish va'dasidan voz kechib qolmay yana parlament a'zolariga Uyg'ur majburiy emgak qonun loyihasining tasdiqlanishini kechiktirishni buyruq qilish orqali Xitoyga nomussizlarcha yordam qilmoqda dedi. Xitoy ko'p taraflamalik va ko'p supuliq uchur tashviqoti olib berib, majburiy emgak qilish, keng ko'lamda tutib turish, nazorat qilish, to'g'mas qilib o'tish, madaniyatni yo'qotish qatorliq irqiy qirg'inchilik ayblashlarini rad qildi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining yangi dokladida Xitoy G'arbning ijtimoiy aloqa supullarida bayon qilingan irqiy qirg'inchilik haqidagi bayonlarni rad qilgan va buzg'unchilikqa uchratgan. Bu doklad Twitter va YouTube qatorliq supullardagi Xitoyning davlatga bog'langan ikki turini tahlil qildi. Her ikki tur farqli bosh temalarda atalmish Şinjanға bo'lgan xalqarалық tunishni shakllantirishga tirishdi. Dokladga qaraganda yerlik va yoshirin avtomatik hisobotlar Uyg'ur aholilariga qartilgan irqiy qirg'inchilikni rad qilishni maqsad qilgan har xil rasm va sinliq mazmunlarni ham bahirlagan. O'xshashla saxta Uyg'ur hisobotlari va boshqa hisobotlar orqali Uyg'urlarning baxtli turmushini bayon qilgan sinliq tashviqotni tashviq qiladigan mazmunlar ham bahirlagan. Twitter yana har ikki sonliq ma'lumot jadvalini Xitoy hukumatiga bog'lagan bo'lib, ikkinchi sonliq ma'lumotlari atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat bilan aloqasi bo'lgan Jangyun madaniyati deb ataladigan shirkatga munosabatli ekan. Twitter 6 davlatdagi 3000 dan ortiq hisobotni davlat qo'llagan uchur mashg'uloti bilan munosabatli bo'lganlik uchun o'chirayotganligini e'lon qildi. Buningga asosan Xitoy, Rossiya, Meksika, Venezuela, Tanzaniya va Ugandadan iborat davlatlardan 3465 hisobot o'chirildi. Bu hisobotlarning 2160ning Xitoyga bog'langanligi e'lon qilindi. Bayonotga asoslanganda hukumatning Meksikadagi ommaviy sog'lomlik va siyosiy partiyalarning tashabbusini qo'llaydigan 276 saxta hisobot, Uyg'urlarga munosabatlik siyosatlarga aloqador hisobotlar, Rossiyada O'rta Afrika Jumhuriyatidagi davlat siyosatini qo'llaydigan va Liviyadagi hukumatga hujum qilgan ba'zilari saxta hisobotlarni o'z ichiga oladigan 66 hisobot, Tanzaniyadagi kishilik huquq tashkiloti Fichwa Tanzaniyani nishon qilgan hisobotlar,
Prezident Museveni va uning Ugandadagi partiyasini qo'llashga aloqador 418 hisobot. Venezuelada hukumatni qo'llaydigan belgi va temalarni tarqatishga ishlatilgan 277 hisobot taqaldi. Twitter bayonotida mundaq dedi: "Biz ommaviy suhbatning butunligini qo'g'dash va ochiq-oshkora ta'minlash majburiyatimizning borligiga ishonamiz." İnsonga iymondan keyin lozim bo'ladigan hurvatandir. Vatan amonatdir. Vatanni tajovuzchidan qo'g'dash, qutqizish zarur bo'lgan farzdir. Vatan olgan nafasdir. Vatanparvarlik g'ururning yuksak pallasidir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik dushmanning oldida shirdek o'rkirmak demakdir. Vatanparvarlik dunyo maishatlaridan voz kechish demakdir. Vatanparvarlik kollektiv manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun ko'rish demakdir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik Allohga tavakkul qilish demakdir. Vatanparvarlik o'limga yugurish demakdir. Vatanparvarlik iymonning kuchini ko'rsatish demakdir. Vatanparvarlik yuraklik bo'lish demakdir. Vatanparvarlik ruhi eng oliyjanob ruhdir. Vatanparvarlik engi bo'lmagan millat xo'rliqqa, zavolliqqa mahkum millatdir. İzzat obro'yini qo'g'dab yashash uchun yo mustaqillik, yo o'lim. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.